The plan builds everything. Hamma boy successful odamlar reja bilan amal qilishadi. Chunki bu hayotda agar sizda rejangiz bo'lmasa, hayot sizga reja tuzib beradi. Hayotingizda katta muvaffaqiyatga erishishingizga, katta successga erishishingizga yordam beradi. Birinchi uy olishni xohlaganimda, birinchi o'rinda orzu, конечно, lekin men o'zim uchun plan tuzganman. Birinchi o'rinda 2 yil o'sha plan orqali pulimni yig'ib, mortgajchilar bilan gaplashib, qanaqa menda hozir finansimni ko'rib, hammasini qilib 2 yillik plan tuzganman. O'sha orqali bitta uyga erishganmiz. Bitta ham rejangiz bo'lsa, plan orqali ketiladi. Misol uchun menga qila olmaysan deganda, men o'zim yo'lim bilan, o'zim rejam bilan baribir amal. Rejamga hech qachon xiyonat qilmaganman. Agar 2 yillik, 5 yillik planim bo'lsa, o'sha faqat orqali ketganman. Uni buzish yo'q. Unga faqat vafodor bo'lib, planni amalga oshirish kerak. O'shandan keyin keyingi planni tuzish juda ham muhim. Planni tuzganingizda ham, misol uchun uni o'zgartirish mumkinki, yaxshi tomonga, lekin yomon tomonga o'zgartirish mumkin emas. Misol uchun, agar siz pul yig'moqchi bo'lsangiz, 5 yil yoki 2 yilga pul reja, misol uchun $100 yig'moqchi bo'lgan bo'lsangiz, siz faqat o'zgartirishingiz mumkinki, bu meni rejam. Ko'proq yig'ish uchun, lekin undan kamga, misol uchun, shuncha yig'ib qo'ydim, borib dam olib kelay deydigan rejamni hech qachon buzmaganman. Vacation kerak emas menga, chunki men rejamni amalini olib borishim kerak degan, yoki bu narsa kerak emas menga, ortiqcha kiyim, amalimni olib borishim kerak rejamga. Mana shunaqa har xil indulgentlar bo'ladi. Misol uchun, hayotda har hayot sizga beraveradi qani, bu harakat qilish kerakki, harakat qilganman hech qachon rejamni buzmaslik. Lekin oson emas, reja tuzganingizda unga amal qilish oson emas. Bola kasal bo'ladi, o'zingiz kasal bo'lasiz, hayot sizga har xil vazifalar beradi. O'shaning uchun ham juda ham muhimki, rejangizni amalga oshirishda pul yig'ganda emergency fund bo'lish kerak. Misol uchun, hayotda siz 6 oylik rentda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha yerda rentga hatto 6 oy yoki 1 yilga pulingiz bo'lish kerak. Nomlikada hech kim yordam bermaydi. O'shaning uchun o'zingiz ishonib, o'sha emergency fund qilinadi. Undan keyingina yig'ish pullarini o'tiladi. Misol uchun, 6 oylik yig'ib qo'ygandan keyin 1 yil yig'ganimdan keyingina uyga plan qilganman. Uy olganimdan, birinchi uy olgandan keyin, o'sha hammasini qilgandan keyin mortgage to'lash amalini qilganman. Uy olingandan keyin qarz 30 yilga plan olasiz. Bu ham plan. 30 yillik plan. 30 yil ichida siz amal qilishingiz kerak uyni to'lashga. Lekin agar siz planni yaxshilab yo'llarini bilsangiz, uni 30 yil emas, 15, 10, 5 yil undan ham tezroq to'lab olishga imkoniyat bo'ladi. Men mortgageimni to'lashga uchta katta amal qilganman. Bu uchtasidan bittasi bu income tax oxirida qilinganda Amerikada o'sha qaytgan pulni полностью mortgage principalga to'laganman. Bundan tashqari har doim principalga oyma-oy to'laganimda qo'shib principalga to'lardim. Mortgage misol uchun men misol qilib aytmayotgandek, to'g'ri emas, lekin misolimga aytamanki, agar men $5000 oyiga to'layotgan bo'lsam, o'sha $5000 dan $500, $200 qilib ortiqcha principalga to'layman, chunki u menga yillar save qiladi. Save qilgani men tezroq to'lashimga olib boradi. Bundan tashqari shunaqa narsa borki, credit transfer degan narsa bor. O'sha paytda hozirgi paytga to'g'ri kelmaydi, chunki kreditlar hozir unaqa berilmayapti. Transferlar oldin 3% transfer feesi tekin bo'lgan, 3% gina faqat to'lanadi. 24 oy bemalol zero interes bo'lgan. O'sha paytda men 5000, 10000 qilib yaxshigina to'lashga imkoniyat bo'lgan. Juda ham yaxshi sposob edi bu ham. Agar qiziq bo'lsa, kommentariy yozinglar, yana qiziqarli shunaqa videolar qilishga harakat qilaman. Bu videoni nima demoqchiman? Agar sizlarning rejanglar bo'lsa, hayotingizda katta imkoniyatlarga erishishingizga sabab bo'ladi. O'shaning uchun agar rejangiz bo'lmasa, albatta reja qilishni sizlarga tavsiya qilaman. Bunda katta imkoniyatlarni menga bergan, hayotimda eng katta imkoniyatlar men erishganim sababi bu meni rejalarim. Men rejalar qilgan, orzular, birinchi o'rinda orzu, pozitiv o'ylash, конечно, lekin agar reja bo'lmasa, o'sha rejani amalga oshirmasanglar, yechish juda ham qiyin. O'sha planlarni, особенно o'zingiz pullaringizni o'z qo'lingizda, o'zingiz rishat qilishni bilishingiz kerak. O'shandagina katta natijalarga erishasizlar. Mana azizlarim, agar bu video yoqqan bo'lsa, obuna bo'linglar. Sizlarga shunaqa qiziqarli videolar qilishga harakat qilaman. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha